Muallim bo'lish, ustoz bo'lish sharafli kasb. Va buning uchun katta ajr umidida harakat qilinadi. Bu nima uchun? Chunki mana shu azizlar ustozlarga, muallimlarga dinimizda juda ham katta ajr mukofotlari va'da qilinadi. Imom Termiziyda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis keltiradilar. Innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ardin hatta an-namla fi juhriha va hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khayr. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, albatta Alloh azza va jalla va Allohning farishtalari va osmon ahli va yerdagilar hatta namla fi juhriha, hatto yerni qarida turgan chumolilar va hatta al-hut, hatto dengizdagi katta baliqlar, kitlar, mana shunga o'xshash baliqlar la yusalluna ala muallimin nasil khayr. Odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi muallimga salovat aytadi deyaptilar. Muallimga, oddiygina bir muallimga berilayotgan savobni, maqomni qarang azizlar. Alloh taolo, Allohning farishtalari, osmoni yerdagi barcha mahluqotlar, hatto yerning ostidagi qurt qumursqa chumolilar, suv ostidagi baliqlargacha salovat aytayaptilar. Kimga? Bir muallimga. Muallim al-xayr deyapti bu yerda. Yaxshiligini, ta'limini beruvchi muallim. Butun umr hayotini muallimlik bilan o'tkazgan qancha azizlarimiz bordirsiz. Maktabda dars bergansiz, institutda dars bergansiz, muallimlik qilgansiz. Bu muallimlik faqatgina diniy ta'lim nuqtai nazaridan emas azizlar. O'zi aslida diniy ta'lim, dunyoviy ta'lim degan bizda yo'q. Hammasi bir ta'lim. Islomda ikkitaga bo'linadi: foydali va foydasiz ilmga. Qolganlar hammasi foydali. Endi butun umr hayotini muallimlikka bag'ishlaganlar bor. Butun umr ana o'sha muallimlar hammalariga mana shu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hadislarini biz bugun muborakbod qilgan holatda yetkazmoqchimiz. Siz muhtaram ustozlarga kimgadir ta'lim bergansiz, kimgadir hunar o'rgatgansiz. Qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qilgan aziz ustozlarga Alloh va farishtalar, yer va osmon ahli, qurt qumursqadan tortib baliqlargacha salovat aytarkan, biz ham siz azizlarning haqqingizda duodamiz.